Mana shu 3 ta narsasiz noriniylar o'xshamaydi. Birinchisi, bu mesniy, halol. Mana bu ot go'shtini qarang. 115 ming so'm. Buni ziralab, tuzlab qo'yadigan vaqt keldi. Mana buni bitta qizartirib qo'ying de yuraychani. Mana shuni ham qo'shasizlar albatta. Bu qoraytirib beradi noriniylarni. Buni kilosi qancha do'stim? 70 ming. Mana 3-mahsulotimiz mana shuni sho'rvasiga qo'yasizlar. Bu rangini chiroyli qilib, qizartiradimi rang? Ranglarni qizartirib maza beradi. Unaqa qimmat emas. 15 ming so'm 1 kilosi. Mol go'shtidan qilaman deydiganlar, yarim kilo bo'lsa ham mana shu ot go'shti qo'shinglar, ozgina qorayadi. Yarim kilo desanglar ham beradilar bular. Joylari mana shu yerda hozir sizlarga nomerlarni ko'rsatib o'taman. Mana obunachilarim kelsa, narx ekspertdan kelishsa, arzon qilib berar ekan. Do'stim, arzon qilib berasizmi? Binomizdan kelishsa, ana obunachilar uchun maxsus. Bo'pti do'stim, xayr, sog' bo'linglar. Mayli, sizlar ham sog' bo'linglar. Xayr, ko'rishguncha.